Faqat shu yemdan yeydi aka. Ha. Hali 2 paqirga chiqqan yo'q bular. Mana shular ertamatdan 1,5 paqir, kechqurun 1,5 paqir shu yemdan ichadi. Hozir bir 500 bormi? Aka, bunisini tortolmadik. Ha, buni Yechgani bo'lmadi. Narisi 490 kilo chiqdi aka. Ha, 1,5 tonna. Xo'p. Tarkibini sekin aytib o'ringchi aka bizga. Tarkibida aka eng birinchi qo'shiladigan narsa g'o'zapo'chaq. Keyin sho'lxa bor aka. Sho'lxadan keyin kepak. Ha, bunga o'zicha berdik hozir sinashga aka. Mana aka. Yemagani ham yeydi-da buni. Ular yeb ko'rmagan hayotda bunaqa narsani. Ovozini qarang. Obunachilarimiz bugun haqiqiy kutgan mavzu buqoboq sirlari bo'ladi. Shular endi ham hormaganda. Bo'ldi aka. Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi aka? Xo'p, obunachilar buqalarda hozir chiqardik, xudo xolasa. Bu ikkinchi syomkamiz bo'lyapti. Iltimos qildim. Mana shu joyda, mana shu yemni ko'pchilik o'tgan safar qo'yganimizda kommentariyga nima qo'shyapsizlar, yaxshi tushunmay qoldik deyishgani uchun pastor olinyapti. Bir oy oldin olingandi. Xo'p, shukrlar, o'sha nima videomizda ko'pchilik rahmat aytishingizga, ko'pchilikga ma'qul keldi bu narsa. Qilib ham ko'rishyapti ekan. Bozorda shu narsani qilib turganlarni borib syomka ham qilib bo'ldim. Eng qizig'i. Bu shunaqa bochkaga atishibdi. Bu 1 tonnalikmidi bu? Bu 1,5 tonna aka. Ha, 1,5 tonna. Xo'p, tarkibini sekin aytib o'ringchi aka bizga. Tarkibida aka eng birinchi qo'shiladigan narsa g'o'zapo'chaq. Keyin sho'lxa bor aka. Sho'lxadan keyin kepak. Kepakdan keyin un. Aka, hozir kunjara qo'shardik. Kunjarani o'rniga yangilik qildik. Ko'rim qo'shyapmiz. Ko'rim, mana o'zi bilinib turibdi, mana mag'izlar bilinib turibdi. Shunaqa ko'rim qo'shilyapti. Kunjarani yo'qotdik. Keyin sami gilamning tuzi bor aka. Tuz qo'shilishi kerak bunga lekin. Ha. Xo'p, aka, hozir bu 1,5 tonna deyapsiz-a? Bu nechta molga tayyorlab qo'ygansiz endi buni? Bu hozir aka mana shu yerda 12 ta novvos boqiladi. 12 ta novvosga 2 mahalga yetadi. Ertamatanga, kechki paytga. Keyin kechki payt tayyorlanadi, yana ertamatangadir aka qo'yiladi. O'zlari nima deydi, reaksiyaga kirishadi ham. Keyin o'sha ertalabgadir o'zi ancha qo'yiq bo'lib qoladi-da. Keyin savol bo'lib ketadi. Ha, rahmat. Keyin savol bo'ldi, aka 3-4 kun turib qolsa, achib qolsa, molga ziyon yo'qmi? Turgan sari bu yaxshilanadi. Ha. Bu naborot agar 3-4 kun turib yo 1-2 kun turib qolsa aka qo'yilib mol bersangiz yaxshi chaydoqon bo'lib qoladi undan ham. Ha, qo'yilib ketadi, bo'tqa bo'lib. Qo'yilib ketadi, bo'tqa bo'lib ketadi aka. Turgan sari bu. Mashalloh, obunachilarimiz. Xo'p, tayyorlanish tarkibi qanday bo'ladi? Birinchi suv quyasiz. Aka, birinchi yem solamiz. Birinchi o'sha g'o'zapo'chaqni solamiz. Mana shunga aka, mana o'zimizda tog'ora bor mana. Mana shunda aka 6 ta g'o'zapo'chaq solinadi. Xo'p, ko'rib qo'yamiz g'o'zapo'chaqlarni ham, Mana shunda ko'ramiz aka, hozir ko'ramiz. 6 ta g'o'zapo'chaq solinadi, 4 ta sho'lxa solinadi. To'ldirib. 1 qop kepak. 1 qop kepak. 1 qop un. Ha, 1 qop un. 1 qop ko'rim solinadi. Ha. Keyin aka 2 kilo tuz qo'shiladi. Ha, shu umumiy nimaga 2 kilo tuz. Tuzga aka naqa qilamiz. Tuzni kami ham buni suvni molga zo'r ichkizdirmaydi, ko'pi molga ziyon. Ko'pi ziyon, to'g'ri. Ko'pi ziyon. Tuzni 1,5 kilo bilan 2 kiloni orasida solinsa yetadi. Tonnaga aytyapsiz-da buni, 1 tonna. 1,5 tonnaga. 1,5 tonna. 1,5 tonnaga 1,5 kilo. Misol uchun 100 kilo bochka bo'lgan bo'lsa 200 gramm. 200 gramm yetadi shunaqa. Ana shuni aytib qo'ygingiz juda yaxshi Shunaqa bo'ladi. aka. Xo'p, keyin buni solgandan keyin qanaqadir aralashtirib jarayoni bo'ladimi yo o'zi shuni turaveradimi? Aka, solingandan keyin aralashtirib qo'yasiz. Chunki yem bir-biriga aralashib ketishi kerak. Chiroyli aralashtirib qo'yasiz. Bo'ldi, shu bilan qoladi keyin. Xo'p, mana shu bo'tqa holatda boshida yaxshi aralashadi-da bu. Boshida aralashtirsangiz suv bo'ladi, aralashadi. Keyin aralashish qiyin bo'lib qoladi. Ammo zo'r qo'yiladi. Qametlar ham vaqtincha quyuq bo'lib qolibdi mana shular. Voh, ovozni qarang buni. Bu novoz boqqan ham tushunadi-da buni. Aka, yemlanib turgan katta novvoslarga ham shundan beryapsizmi hozir? Aka, qassobga olib borgan. Bu qo'pol qilib aytganda shu onasining qornidan tushgan buzoqcha bilan meni uyimda. O'sha yemlanib turgan 500 kilo novvosimga shundan yeydi. Shundan yetilib chiqib ketadi. Shundan yetilib chiqib ketadi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yemaydi. 2 mahal. 2 mahal, ha. Ertamatdan kechki payt bo'ldi aka. Obedda suv ham berasizmi molga? Yo'q, obedda o'zi suv, mana shuni yesa aka suv berilmaydi molga. O'zi suvi ham, o'ti ham shuni ichida ketadi. Bunga aka ozgina somon solinadi. Somonni ustiga quyib beriladi. Agar sulos bo'lsa, u unda gapiradi. Sulosni ustiga quyib bersangiz gapiradi. Aka, bo'lmasa mana shu mana yeb turgan novvoslar bitta ko'raylikchi. Bo'ldi aka. O'sha oxirida bular akalar olib chiqardik bularni. Video qo'ygan novvoslar bular. Qoladi ko'raylikchi. Mashalloh. Yo'q emas-ku. Shunaqa. Shu yemdan yeyaptimi bular? Faqat shu yemdan yeydi aka. Ha.
Hali 2 paqirga chiqqan yo'q bular. Mana shular ertamatdan 1,5 paqir, kechqurun 1,5 paqir shu yemni ichadi. Hozir bir 500 bormi? Aka, bunisini tortolmadik. Ha, buni Ha, yechgani bo'lmadi. Narisi 490 kilo chiqdi aka. Taroz olib tortib ko'rdik. Bu 500 dan o'tsa ham kerak bu turishni. Bu ancha o'tadi bu, bundan ancha dadil bu. Akalar bo'ylari 1.40 turibdi. Endi bu 500 degani aka 50%, bas 60% bular. Bular kam 60 bersa kerak. Kam 60 ha? Ha. 100 ga borar ekanda. Chunki 4 kurakdan-da bular. Ha, turishni qarang. Mashalloh. Obunachilar, mana shu buqalar nima yem yegan desa, videoni boshida shu yemni ko'rsatdik. Ana shu yemdan foydalaninglar. Hozir o'sha yemlarni qurug'ini ham, turgani ham sizlarga ko'rsatamiz. Mana aka qolganlari g'ovda yuribdi. Mana shu g'ovdagilar ham o'shandan yeydi hammasi. Mana akalar, bitta, ikkita. Ha. Hammasi shu yoqda. Mazar o'tganda. Bularning kilosi katta. Bular 600 kilodan oshiqlari bor bularda. Ha, bo'ldi aka. O'sha Mo'minlar o'zi aka gapni isbot bilan to'g'ri bo'ldi. Shunaqa. Nimaga desa, shukrlar, mana shu novvosi sepay chiqib qoladi-ku. O'zi ashad obunachilar biladi. Ozg'in molitda. Agar 2 oymi, 3 oyimda aqaroqqa tushib videoni qo'yinglarda, men mana shu novvosi hozir ko'rib o'zim hayron qoldim. Zo'r qo'shib yuboribdi. Mol yaxshi. O'zi aka qirg'iz buqalar shunaqa-da. Yaxshi qo'shadi. Tez mol bo'lib qoladi. Tez kunda bu Qirg'iziston buqasini olaveradi deganda. Hali olasi ham bo'ladimi deyardi. Birinchi chiqarganimizda. Shunaqasi aka. Gap yo'q. Bular mana shu mollar aka, tashqaridagilar ham men boqadigan mollar mana shu olib kelgan mollarimdan sotilmay qolganlari boqilar. Iva. Yo'q, ochig'ini o'zi kimga borsa shu gap. Qoldi, kasali, shu qolaveradi. Astatka bo'lib qo'pol qilib aytganda, mana shu astatkasi boqamiz. Hali bo'lsa beri yoqayapsam deydi. Xuddi o'shanga aka boqilgan mollar. Endi bular buni oldilari saralarini boqsa aka. O'zi boqsilangan shunaqalarda. Malades. Obunachilarimiz bemalol xotirjam ana shu yem tayyorlab beringlar. Mana ko'ryapsiz, gap isbotini topib turibdi. Men ham shunaqa beraymi ekan, ha? Deyman, bochka olib turib, ha. Sizni buzoqlaringizga hozir bunaqasi to'g'ri kelmay qoladi. Mollarda? Yo'q, og'irlik qilmaydi, mollaringiz o'smay qoladi. Ha, o'stirib olishim kerak. Katta baqqay bo'lib qo'ya qoladi, yerga yaqin bo'lib. Ozgina naqa berish kerak ularga. Turishni qarang. Obunachilarimiz haqiqiy maqtashga arziydigan darajada boqilgan, chunki kelib, ko'rib turgan novvoslarimda bular. Shukrlar sizlarga qanaqa bilinadi bilmayman, menga lekin hozir to'g'risi hayratda qoldim. Novvoslar 490 kilo dedingiz, 5 bahoda bor. Ketkim kelmay qoldi oldidan. Yoshlarga qarang bulardi. Shunaqa. Bo'ldimi shu bitta arqonmi? Bo'ldi. Aka bo'lmasa o'sha nimani ko'raylikchi, o'zopochaq. Bo'ldi. O'sha ko'rinmaysiz. Shuni qopini ko'rib olay. Bo'ldi. Qanaqasidan nima qilyapsiz ekan? Obunachilarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz-da. Akalar kelaverasizlar, tanlab olaverasizlar novvoslar. Ha, chiqarib qo'ydik. Ana shu semirgan novvoslardan. Aka, bug'doyni o'zim yorma qildirib kelaman. Ha, bug'doyni olasiz. Bug'doyni olib o'zim yorma qildirib kelaman. Kepagini ajratmayman. Mashinadan solaman mana shu qopda aka 40 kilo kam bo'ladi, 30 kilo oshiq bo'ladi. Mana shu qopda. Mana shu qopda. Aka 30 kilo, 35 kilo yashindan qo'shaman. Hali kepaga olinmagan. Buni aka lekin kimga qanday jo'lli undan ta'siri kuchli mana shuni bug'doyda. Chunki kinaqasi bor, postlari bor-da kepaga. Bug'doyni o'zini chiqarsangiz aka ta'siri zo'r. Hamma narsasi ichida qoladi. Hamma narsasi ichida qoladi. Gapiga qo'shiladi. Qani ko'rimdan qopini qo'yib olay mana akalar, ko'rim. Bu qon rasm bor ekan, yozuvlarni eslab qo'yinglar. Ko'rim ham original. Makka qo'shilar ekan, yana 5-6 xil narsa bor-da. Vitamini bor-da, buning ichida endi oldin ishlaveradi-da bu. Vitamini bor. Kunjaradan ko'ra mana shuni effektini sinayapman. Xudo xolasa hali rostma narsaga bilingan yo'qda, bitta bo'lsa men o'zim tavsiya beraman. Kunjara qo'yish kerak yo buni qo'yish kerak. Hozir sinovda bu. Sinovda ekan. Sinovda hozir. O'zapochalimni ko'rib qo'yay. Bo'ldi. Obunachilarim shukrlar uyda hamma narsa bor. Mana atala qozonni originali ham bor. Chiqarmaganman. Yarim soatda qaynaydigani ham mana aka sho'xamiz. Mana akalar. Bitta gapni men hozir esimga tushib qoldi. Opdan olsangiz hamma narsa arzon-da, shukrlar. Shunaqa. Sho'xani bir moshina olamiz aka, 7 tonna, 8 tonna keladi. Bitta bosiladi, ammo 2 yil bo'ldi mashina olganimga. Pashta 2 yil bo'lyapti. Mana shuni sho'lqa ekan-da. To'laydi, mana shu to'laydi. Mana joyiga borni bosilar ekan, kechirasiz.
Endi arzon beradi-da. Shunaqa. Mol boqishdan oldin, zo'r bo'ladi. mol boqishdan oldin yemlarni bosib olsangiz, Endi bosish kerak aka. To'ppa-to'g'ri o'zi eski mol boqarlar shunaqa qiladi-yu. keyin hada hisob-kitob qilavermaysizda. Yo'q, polni mana o'zi po'chaq. Buni mashinasi juda arzonini eshitdim-a, 1,5 millionmi? O'zimizda Shetniki bor. 1 million 200 ming so'm. Ha. Bu Namangan, Andijonniki bu. Bu-ya? Ha. Endi ne qilganingizda bilinadi aka mana. Buni bitta paxta emasda, ichida chigiti bor. ham bor. Ha. Sinoq chigiti ko'p bunda. Shunisida farqi bo'ladi. Shunisiga qarab olaveradi. Effekti yaxshi-da, baribir chigitdi. Buni hozir ichidagi temir-pemirlar chiqadi, tosh nimalarni qanaqa qilib ajratasiz ularni? Yo'q, aka, shunday solaman. Andijonnikidan musor ko'p chiqmaydi. O'zimizda Beynikidan ko'p chiqib qolyapti lekin. Molda oxirida qoladi. Molda oxirida qoladi u. Ziyoni bo'lmagan-a shu kungacha? Yo'q, aka, ziyoni bo'lmagan. Ziyoni bo'lmagan lekin. Lekin mana shu narsani sizni ko'rdim, Ilhom akada, Muhammadjonda, o'zi Puchovoyda o'zi mana shundan foydalanadi. Aka, poholdan yaxshi. Ha. Keyin endi sulusda effektini beradi deb olmayman-ku, donli sulusda. Hali don yo'g'ini effektini bersa kerak. Deganlar poholdan somondan ancha yaxshi narsa. Chunki-chi, shukrlar mana shu narsa pishgungacha dehqon qancha mehnat qilganda, tarkibi yog'da, qurigan yog'da. Bu suvga teggandan keyin bu qornida aka bu turib beradi-da. Ha. Turib beradi. Hazm bo'lib, yaxshi bo'lib, ichini yog'lab beradi. Amonli bu. Mashallah. Keyin endi bitta ko'rib qo'yaylik, videoni tugatib mana akalar, poxollar. Mana shunaqa o'g'il qo'yish hammaga nasib bo'laversin. Har kelganimda akalar havas qiladi. Yana kelganingizda endi ochib qo'yamiz buni. Ikkita joyini ochdik-ku, polni ochganim yo'q hali. Lekin umuman hid yo'q-ku. Yo'q, ikkita joyini ochib qo'yganman-da, u yoqda, bu yoqda o'sha yerda ham yaxshi tortadi. Ha. Tepadan ochib tashlaganmiz u yoqni, mana keyin. Mana obunachilarimiz. Aka, iltimosda yarim paqirda shuni molga berib qo'yaylik. Bo'ldi. Qiziqda shuncha. Aka, mana qarang-da. Bo'ldi, yarim paqir bo'lsa, o'zi qaraydigan vaqt kelgan yo'q-ku? Qaraydigan vaqti yo'q, u novoslarga emas. Mana buni qarang. Qirg'iziston shivit buqalari chiqaysiz, yem ko'rmagan-a? Aha. Mana ashlarga aka, mana solib ko'ramiz oz-ozdan. Voy, hozir chiqardik akalar, reklamasini. Ha, bunga o'zicha berdik hozir sinashga aka, mana. Mana aka, yemagani ham yeydi-da buni. Ular yeb ko'rmagan hayotda bunaqa narsani. Ovozini qarang aka. Akalar hozir chiqargan ovozlari mana. Ko'pchilik o'ylaydi-da, hali har doim bayat turam. Yo'q, akalar, videoga olganda baylaymiz xolos. Videoga oylanganda qamtariladi xolos aka. Bo'ldi. Ana shu yemagan mollar ham aka buni suyib yuradi buni. Zo'r yemagan. U qarang. Rangini qarang. Spirtda o'tatarasiga o'xshaydi-da. Aka, buni o'zi hamma suvga chiqib ketadi-da. Aha. Qani suv bermaysizlar ekanda? Shunaqa. O'zini suviga o'tib ketadi. Obunachilarni ko'ryapsizlar. Ana shunaqa qilib boqadigan bo'lsalaring, bular ko'taveradi, bular ketadi. Aka, bular aksariyatining kuragi bor-ku. Ha. Bular ketadi, dakansa ketadi. Obunachilarimiz mana shu yemni men retseptini yaxshilab tushuntirib qo'ydik. Endi molni soniga qarab turib, bir paqirdan to'g'rilaveradi. 2 mahal bo'lsa, 10 ta molga taxminan hisob qilar ekan, 200 litr. Xuddi shunaqa. 200 litr bo'lsa, shunaqa bo'laveradi. Shukrlar, sizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana shu ma'lumot borku, ko'pchilikka borib, ma'qul keladi. Otasiga rahmat yozib qo'yinglar, obunachilar.